tutadg'u bilik. Kimda aql idrak bo'lsa, u esil inson bo'ladi. Kimda bilim bo'lsa, u baylikka erishalaydi. Bo'z yer ustida inson bolasi qo'l ko'tardi. Hammani bilim bilan barpo qildi. Kishi aql idrak bilan esil otiladi. Bayla al ishini bilim bilan yurgizadi. Tuman ming xil fazilatlar, ko'p madhilangan ishlar aql idrak bilan qilinganligi uchun maqtalgandir. İdrak ozligini oz dema. Uning foydasi ko'pdir. Bilim ozligini oz dema. U er uchun qimmatlikdir. Dana so'zlagan munu 4 narsaning ozligini oz deb sanama. Bu so'zni zihning bilan angla. Bu 4ning biri o't, biri yovdur. Üçüncüsü tiriklikning kushandisi bo'lgan kasaldir. Bulardan oxirgi biri bilimdir. Bu 4 narsani sal chog'lama, qimmati yuksakdir. Bulardan har birining foydasimi, ziyni ko'p. Ba'zisi berimdek, ba'zisi ilmdek zarur. Bilim go'yo kimyodir ki, bütün narsani atrofiga yig'adi. U idrak o'rdisi. Hamma narsa uningga jamlanadi. İhbar va bilim bir-biriga o'xshash narsalardir. Uni o'zingda yoshirib saqlashga bo'lmaydi. Sen ihbarni yoshirsang, uning hidi bilinib qoladi. Bilimni yoshirsang, tiling oshkora qiladi. Bilim bir boyliqdir ki, u zodi kambag'allashmaydi. O'g'ri hiylagarlarni o'g'irlab ololmaydi. Bilim va idrak kishi uchun kishandir. Kishanlik kishi yaramaz ishlarga yaqin borolmaydi. Kishi yaxshi ko'radigan etini kishallab tutadi. Minishlik etini bo'lsa, ko'zitib saqlaydi. Kishanlik qochanmaydi. Xolivining yuradi. Tushaklik yiroqlashmaydi, xoligan yeringda turadi. Aql idrak sana yaxshi va ishonchlik adashdir. Bilim naiti mehribon qarindoshdir. Bilim sizga bilgini va qiliqi dushmandir. Boshqasi bo'lmagandimi, bu ikki jidal yetarlikdir. Buningga taqlidan turkcha tamsil esimga keldi. Buni sen o'qig'in, as yodingda tut. İdrakli kishi uchun idrakning o'zi chin do'stdir. Bilimsiz kishiga nomili yetarlik haqoratdir. Bilimlikka bilimi yetarlik kiyim-kechak, yemak-ichmakdir. Bilimsizga o'z qilmishi yovuz qo'ldashdir. Ey idraklik yaxshi odam, g'azabni o'zingdan yiroqlashtir. Bilimlik bag, qahrlanma. Namingni yaxshi qil. Bu ikkisi bilan ishqa oldirab yiqillashma. Agar yiqillashsang, ömringni zoyi qilasan. G'azab bilan qilingan ish doim pushaymonlik bo'ladi. Kishi qahrlansa, ishda odishidir. Kishi egri besiq, salmoq mijozlik bo'lishi kerak. Bag vazmin bo'lsa, kunlari yo'riq bo'ladi. Muloyim ham xushbeil bo'lish kerak. Aql idraklik ham bilimlik bo'lish kerak. Kishini yaxshi tanlash uchun idraklik bo'lish kerak. Ishni yaxshi puttirish uchun bilimlik bo'lish kerak. Yaramsiz yaramliqni aniq ko'zitib, keraklik keraksizni haqiqiy surishtirib, o'zi ayirib, tanlab farqlantira olsa, hammali ishda ko'zini o'tkir qilsa, ondan ishlar mukammal ham pishiq bo'ladi. Chunki bilimlik kishilar oshni pishiq yeydi. Bu xil kishilar tilikiga yetadi. Ikkili dunyoda ishi o'ngishliq bo'ladi. Qahrlanish bilan g'azab odam uchun yovuz narsa. Bu ikkisi bilan vujud davomliq aziyat chekadi.
Bilimlik dana nima deganligini angla. Bu so'zga amal qil, ey mangzi qizil kishi. İnson qaharlik bo'lsa, aqldan ozadi. Agar g'azab kelsa, farosatdan mahrum qiladi. Qahrlanish kishi uchun yovuzdir. U bilimni yo'qotadi. Oliyjanob kishilarmo qahrlansa qo'pollik qiladi. Bilimlik kishi nima deydi? Angla. Bilimlikning so'zi haqiqatan so'yimlik jonga o'xshashdir. Qara, bu bir qancha narsa kishi uchun yovuzdir. İnson uningga o'ginib qolsa, vujudi bulg'unadi. Bulardan biri yolg'on so'zlash. Uningdan keyingisi so'zida turmaslik. Üçüncü biri ichimlikka berilish. Bundaq odam shubhisizki tamamen behuda yashaydi. Odam uchun yana biri jahil qiliqdir. Jahil mijozlik odamga xushallik bo'lmaydi. Yaramaz odatning yana biri pastkash qiliqdir. Bundaq odam kishilarning o'yiga so'riqchilik saladi. Yana biri tili yomon, qahri g'azablik bo'lish. Bundaqla eg'iz ichib so'ksa kishini azoblaydi. Bu bir qancha narsa bir odamda yig'ilsa, undaqlardan muqaddas baxt tezib yiroqlashadi. Falak ona baxmaydi. Beshi gangirab qoladi. Shuning bilan billa xuy paylimi ayniydi. Yur, ey yaxshi kishi, yaxshilik qil. Yaxshi kishining ishi doim o'ngishliq bo'ladi. Amdi sinoqlar orqali yuksilib, al ishini boshqargan xushbe'il kishining nima deganligini angla. Yaxshilik necha yillar yashasimi qerimaydi. Yomonlikni qancha parvish qilsimi tuzalmaydi. Yomonning yeshi qisqa, u pushaymon bilan qayriydi. Yaxshilikning umri uzun, u pushaymonsiz yuridi. Yaxshi har kuni yangi tilikini topadi. Yomonning g'ami kunda minglab oshidi. İrfan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 11. Kitobning nomi, ma'nosi va o'zining qiyirligi so'zlanadi. Kitobning nomini qutadg'u bilik qo'ydim. O'qiganlarni baxtli qilsin va yo'l ko'rsatsin. Men so'zimni so'zladim va bu kitobni yozdim. Bu ikki dunyoni tutishga sunilgan qo'l bo'lsin. Kishi har ikki dunyoni baxtli holda qo'lida tuta olsa, baxtli bo'ladi. Bu so'zim haq, rostdir. Kun tug'di aligni so'z beshi dedim. Ey yaxshi kishi, uning ta'rifini qilay. Uningdan keyin oy to'ldini so'zladim. Uningdan muqaddas baxt kuni yo'riydi. Bu kun tug'di deganim qonun, adolatdir. Oy to'ldi deganim baxt, saodatdir. Uningdan keyin o'gdilmishni so'zladim. U aql idrokning nomi bo'lib, kishilarni yuksaldirdi. Buningdan keyingisi udg'urmishdir. Uni o'zim oqibat deb ta'rifladim. So'zimni shu 4 narsa ustida so'zladim. O'qisang hammasi yechiladi. Ko'zingni o'tkir qil. Xushal xuram hayot kechirgan ey yaxshi yigit, so'zimni zoyi qilmay ko'ngil qo'yib angla. Tirishqin, adolat yo'lidan adashma. Yigitlikingni zoyi qilma, uning foydasini ol.
Yigitlikingni qadrla, u tezli o'tib ketidi. Qanchalik mahkam tutsangmi, tiriklik sendan qochadi. Seningda yigitlik kuch-quvvati bor ekan, uni zoyi qilma, davomli toat ibodat qil. Yigitlikimga qayg'uraman, o'kinaman. Ammo o'kinishimning foydasi yo'q. Sözümni to'xtataman. Kimning ömrida yeshi 40 yetsa, yigitlik u er bilan xo'shlashadi. Menga 50 yeshim qo'lini takkizdi. Quzg'un tusidek qora beshimni oqqudek qildi. 60 yosh endi meni kel deb chaqiribotadi. Ajal pistirmisiga yo'liqmasam, endi u yoqqami boraman. Kimning yeshi 60 hisobini tugatsa, uningdan hayot lazzati ketadi. Yozi qish bo'ladi. 30 yoshda yiqqanlarni 50 yosh yondirib oldi. 60 yosh qo'l uzatsa, nimalarni qilmaydi? Ey 50 yosh. Men sana nima qilgan edim? Nimishqa mendan o'ch elishqa turding? Yigitlikimdagi barcha ishim lazzatlik edi. Endi mening yeydigan ishimni o'g'i qildi. Qaddim o'qdek tuz, qalbim yodek agri edi. Qalbimni o'qdek qilg'icha qaddim yodek bo'ldi. Yigitlik menga nima yig'ib bergan bo'lsa, qiyirliq kelib ep ketdi. U sanama keladi. Ey qutuldirg'uchi, kel, meni qutuldir. Mushaqqat bilan yil oylarning tutquni bo'lib qoldim. Oyig'im kishansizlik putlashdi, mang'ammas bo'ldi. Ko'radigan ko'z qarchiqim qorong'ulashdi, yo'rimas bo'ldi. Hayot lazzati ketdi, qalbimning o'ti o'chdi. Yigitlik nomi meningdan yiroqlashdi. O'yg'on ey oqsoqol, o'limga hozirlan. O'tib ketgan kunlaring uchun un selib yig'la. Vaqt kulla behuda o'tib ketdi. Qolgan kunlaringda o'zingni so'rag'in. Ey muhtojsiz, mangu va doim tirik egam. Bu sonsiz tiriklarni o'lim uchun yaratgansan. Senden bu söz bilan duo tilayman. Meni bir muncha vaqt tirik qil, yeshimni uzart. Seningdan kuch-quvvat tilab bu so'zni boshladim. Buni tugatkicha sallik kuch bergin ey egam. Ey tilim. Yaramsizlarni mendan yiroqlashtirg'uchi yaratquchi egamni tinmay madhila. Chunki u tanladi, yaratdi, ko'nglimni yo'ritdi. Ko'nglimni to'g'ri yo'l va xotirjamlik ichida tutdi. Qorong'uda edim, tunimni yo'ritdi. Zulmatda edim, kunimni tug'dirdi. Odishib yurgan edim, yo'limni ko'ztib berdi. U saqlamagan bo'lsa, o't ko'yatdim. O meni tanladi, ayridi, yuksaldirdi. Hem ozg'ulloh yo'lidan chiqadi. Ko'nglimni yorug'lik bilan zinnatladi. Tilimni shahodat bilan bezidi. Qalb, ko'z, idrok, aql va bilim berdi. Tilimni echib, so'zimni ravon qildi. Meni yetakliguvchi so'yimlik payg'ambarning yo'lidir. Shu payg'ambarlar menga yo'l ko'rsatkichi bo'lsin. Bularning hammasi egamning fazilatidan edi. U mendek toatsiz qulini qadrlik qildi. Yana oylar va yillar hayot yashasammo, buning shukrasini
qandaq ado qilaman? Ilohim, bu ojizligimni bilasan. Şuna müşkilim ve muhtajlıkımni sana açaman. Bularning hammasiga loyiq shukr qilolmayman. Manga o'zing rahim qil. Hikmatingga aql yetmaydi. Meni tuz va to'g'ri yo'ldan chiqarma. Mendan bu iymon to'nini yashmaygin. Mening bu jinim tenimdan chiqar vaqtida oxirgi nafsimni shahodat bilan uz. Qora yer qetida o'zim yolg'iz qolganimda manga u yerdamu ko'p rahmat qilgin. Men toatsiz bir qulingman. Gunohim nurg'un. Ey qadrdan, o'z fazling bilan meni kechirgin. Barliq mu'minlarning hammasiga yor yo'lak bo'l. Atki boqiy olamning didorini buguldi ko'rsat. 12. Söz 5. Kun tug'di Ali haqida. Bilginki idrok tasavvur qildirib, bilim bildirdi. Bevafo dunyoning qiliqini sana uqtirdi. Bu qeri turoqsiz bevafo dunyoning mijozi qizga o'xshaydi. Sapsasang yeshi cho'ngdir. Ba'zi qiliqi qizninkidek xulqi chiroyliq. Osh qiladi-yu, tutay desang tutuq bermaydi. So'yganni so'ymaydi, kiyikdek qochadi. Qochqonga yepishidi, oyog'ini quchoqlaydi. Ba'zida qarasang izingdan yuguraydi. Ba'zida ko'migandek beshini yaga soladi. Ba'zida boqsang yana tezli yuzini o'riydi. Qancha tutay desangmi nozlanib tutuq bermaydi. U ko'plagan baglarni qeritdi-yu, o'zi qerimidi. Talay bagni beshidan kechirdi, so'zi tugumidi. Dunyoda bir dono bilimdon bag bor edi. U uzun yil baglik qilib o'tdi. Bu nomi mashhur kun tug'di edi. Jahonga donq chiqqan baxtiyor edi. Tabiati durust, mijozi muloyim. So'zlari chin, haq, ko'zi ko'ngli boy edi. Bilimlik, idroklik, sazgur bag edi. Yomonlarga o't, dushmanga ofat edi. U botur va mag'rur, to'g'ri tabiatlik edi. Bu xususiyatlari uni kun siri yuqori o'rlatdi. O shundoq bag ediki, bilimlari bilan yashadi, to'g'ri ish harakat qildi. G'ayrat, ishtiyoq bilan siyosat yurgizdi. Ishtiyoq oliy janoblikqa yarashadigan ish. Buningga taqlidan bir shoirning so'zi esimga keldi. Buni o'qisa, o'qiganlarning ko'zi ochiladi. Yavuz yaramaslarni o'zidan yiroqlashtirish uchun kishi ham himmatlik, ham muruvvatlik bo'lishi kerak. Kishilik uchun himmat, muruvvat kerak. Kishining qadri himmat va muruvvat darajasi bilan o'lchanadi. Bu kun tug'di Ali ashu mijoz xulqi bilan kun va oydek parlab dunyoga yo'ridi. Kim aql idroklik bo'lsa, uni chaqirtdi. Kim bilimlik bo'lsa, uni yuksaldirdi. Uning atrofiga dunyodagi xil aql idroklik, bilimlik kishilar zish to'plandi.
u el-yurt ishini o'zili tuzab yo'lga soldi. Lekin yana xil kishilarning bo'lishini tilaydi. O'ziga yordam qilsa, ish boshlasa, o'zi bir pas aram olsa, ishlarni u ishlasa deydi. Kun tug'di, bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib qayg'urib aytdi. Baglik degan so'z va baglik ishi büyük ish. Qarasang, bosh og'rig'i ko'p ishmi nurg'un. Ko'p ishlarni o'ngshaydigan idrokliq odam oz depiladi. El-yurtning barliq ishlarini o'zim qilolmayman. Menga ishning yo'lini biladigan bir odam kerak. Menga endi kishilarga bosh bo'la oladigan aql idrokliq, bilimlik, tanlangan bir odam kerak deydi. U sodiq, ishonchlik, ish harakati to'g'ri, tili va ko'ngli tuz, ishlarni tushunadigan bo'lsa edi. Mening ishlarimni qilish basa, barliq sirlarimni yaxshi tushunib ketalisi edi. Beshidan nurg'un ish kechirib, yeshi ulg'aygan, tajribalik bir kishining nima deganligini angla. Er uchun yordamchi va yo'lanchik bo'laligidek aql idrokliq, donishmand el boshqurg'uchilar kerak. Barliq ishlarni biladigan bir yordamchi kerakki, ishni bilib ishlasa, kishi tilikiga yetadi. Yordamchilar ko'p bo'lsa, bag jafo chekmaydi. Uning ishi obdan yurishidi, qonun buzilmaydi. Bilginki, har qanday ishda yordamchi kerak. Bo'libmi baglik ishiga texmi ko'p bo'lishi kerak. Alik yordamchi tilab, uningga erishamedi. Hamma ishga o'zi qo'l takkizdi. U kundan nayt ko'p mushaqqat chekatdi. Hozir aram tilasa, o'rniga jafo tegdi. Sapsasang sinab so'zlaydigan, baxtga erishgan kishi bu so'zni obdan aytgan. Rohat tilasang qo'shilib jafomi keladi. Shodlik tilasang birlikda qayg'umi tegidi. Kishi qancha yuksalsa, bosh og'riqimi ko'payadi. Beshing qancha cho'ngaysa, shuncha cho'ng bo'k kiysan. Ali bütün mamlakatga ko'z quloq tutdi. Uningga hamma taqoqliq eshiklarni ochildi. Yaramsizlarning qo'lini bog'lab jimiq turdi. Yamonlarni surib eldan yiroqlashtirdi. U shundoq ho'sharlik bilan elini boshqurdiki, omati kundan kunga eshib yuqori o'rladi. Kishi uchun har qanday yerda ho'sharlik kerak. Bo'libmi baglik ishiga ehtiyot zarur. El ishlari va o'zingning uzun umr ko'rishing uchun ehtiyot va ho'sharlik ko'p foydalidir. Buningga taqlidan bir shoir so'zi yodimga keldi. Shoirning aytqini bu so'zimga ul asos bo'ldi. Ho'sharlik ehtiyotni arlamoqdaydi. Chunki bexudlik bilan tumanlagan erlar jinidan ayrildi. Har qanday ishda bexudlik qilmay ehtiyot qil. Mushundaq ehtiyotchanlik bilan ikki dunyoni orzu qil. Bilginki, o'ziga ishongan kishi bexudlik qiladi. Dushman kelsa, eng avval bexudla o'ladi. Ehtiyotchan bo'lib dushmanni yengan va jahonga hokim bo'lgan erning nima deganligini angla. Ey jahon boshqurg'uchi, el so'ramoq bo'lsang, ehtiyotchan bo'l. Ehtiyotchanlik shariatning talabidir. Bexud kishi ko'z yumib g'aflatda uxlaydi. Ey qudratlik, bexud bo'lma, hushyor bo'lgin. Alining husyorligi elga foyda yetkazdi. Bu foyda bilan el halovatga yetishdi. Elini tuzab o'ngishidi, xalq beyidi. U zamonda bo'ri bilan qo'y billi suv ichdi. Yaxshi ko'radiganlar xushallik bilan uni maqtadi. Dushmanlari buni anglab bo'ynini egdi. Ba'zilar uningga seg'inib keldi va panoh tiladi. Ba'zilari kelib
Aligning ishkini so'ydi. Endi ko'ngli o'yg'oq kishining nima deganligini angla. Uning so'zi tuman xil chechakdek rang-rangdir. Ey qizil yuzlik inson, ish harakati odil bo'lsa, baglik ulug' ham nihoyat yaxshi narsadir. Baglik nihoyat yaxshi. Ammo texmi yaxshirog'i qonundir. Uni to'g'ri yurgizish lozim. Bag yaxshi bo'lib, adolat bilan ish ko'rsa, xalq uchun naqadar qutlug' zamon bo'ladi, ha? Yaxshi nom er uchun qanchalik muqaddas baxt, ha? Bundaq yaxshi nom va baxt mangu qoladi. Xalq ishini kishilik bilan boshqursa, bundaq yaxshi kishi naqadar yaxshi bag bo'lgan bo'ladi. Aligning bu yaxshiliklari barliq allarga yetdi. Uning shuhrati donqi jahonga yayildi. Elde onunğa dua qilg'uchilar ko'paydi, yaxshi nom qozondi. Uning nomi va saodati kundan kunga ulg'aydi. Dunyo xalqi uni anglab va arzu qilib, to'plashib, yig'ilib uning qeshig'iga keldi. Qara, dunyoga butunlay baxt kameri bog'landi. Qo'zi bilan bo'ri birga qetilib yuradigan bo'ldi. 13. Aytoldining kun to'g'di Ali xizmatiga kelganligi aytiladi. Aytoldi otliq bir zaki odam bor edi. Ali donqini anglab tayyorlik ko'rdi. U yosh, yumshoq fe'l bir yigit edi. Aql idroklik, bilimlik ham cho'nqur fikrlik edi. Uning yuzi shunchalik chiroyli ediki, qarasa ko'zni chaqatdi. So'zlari yumshoq edi. Tilidan haqiqat tamatdi. U barliq fazilatlarni to'liq o'rganib, bu fazilatlarni egilab yuratdi. U o'ziga qarab shundoq dedi: "Menmi bugun tumanlagan fazilatim bilan elning oldida turaman. Yana nimishqa bu yerda bekorga yuraman. Aligining yeniga boray va uningga xizmat qilay. Bu fazilatlarim Aliga foyda yetkazsin. U menga g'amxo'rlik qilsin, mushaqqatlarim tugusin. U idroklik, bilimlik, muloyim bag ekan va fazilat egilarini xohlaydi ekan. Aql idrok qadrini aqlliqlar biladi. Olimlar bilim sassa, uni bilimliklar oladi." Bir shoir buningga o'qishib va taqlid qilib, til va lafzi bilan bu so'zni aytdi. Bilimning qimmatini bilimlik biladi. Aql idrokning qadri bilimdan keladi. Tal va nodon bilimning qadrini nadan bilsin? Qayerda bilim tepilsa, bilimlik berib oladi. Oy to'ldi, ot, kiyim, qoral tayyorladi va xizmat qilishga yo'l olay dedi. U o'ziga lozimliq narsalarni tayyorlab bo'ldi. Bu tana olim Ali tarafga yo'l oldi. Yana u o'ziga aytdiki, men bu yerdan qo'zg'ilib Ali xizmatiga yuzlanib ketayotaman. Yot yerda mol lozim bo'ladi. Qo'l qisqilik qilsa, yuzim sarg'iydi. G'eriblik degan nihoyatda qattiq narsa. Nini arlarning g'eriblikdan beshi qaygon. O'zim ishlatay desam, shubhisizki nurg'un oltin kumush kerak bo'ladi. Endi bilimi dengizdek kishining nima deganligini angla. Nazar solsang, u mamnun kishi so'zini o'qishib aytgan. Kimiki xon xizmatiga kiray desa, kesib aytayki, uningga ikki narsa kerak. Biri og'riq silohsiz sog'lom hayot. U nuqsonsiz xizmat ko'rsatib, yuzini yo'riq qilsin. Yana biri, ey zerak, sap oltin kerak. Uni ishlatib, o'ziga tegishlik ishlarni bejirsin. Shuningdan keyinla sening xizmating yaraydi. Buni bilsang, sana ishq taqalmaydi. Oy to'ldi, hojitim tushganda kerak bo'la deb sap oltin, kumush va mol dunyo elib oldi. U uydan qo'zg'ilib chiqdi. U yoqqa qarab mangdi. Bir muddat yurdi, ham bir muddat to'xtab dam oldi.
oxiri alik turadigan o'rniga yetdi.